Zamonlarda olis bir o'rmondagi jodulangan qishloqda yovuzlik va qayg'u nimaligini bilmaydigan mitti mavjudotlar yasharkan. Ular o'zlarini smurflar deb atasharkan. Smurflar juda inoq edi. Bu yerda yana Gargamel ismli yovuz afsungar ham yasharkan. U juda yomon edi. Smurflarni yomon ko'raman. Seni tutaman, hammangizni tutib olaman. Bittangiz ham qolmaysiz, qo'limga tushasan-ku. Bir kuni qishlog'ingizni topib gulini ko'kka sovuraman. Qishloq esa hamon topilgani yo'q. Ammo ba'zan Gargamelning do'q-mo'psalari o'rmonni larzaga keltirarkan. Shunday qilib, mittivoylarning g'aroyib sarguzashtlarini birgalikda tomosha qilamiz. Mittivoylar. Baba, rostdan ham kulgili ekan. Bo'pti, ketavering, men uxlayman. Senlarni barini bitta-bittalab qilib tashlayman. Qarab turlaring. Hayotasini yo'qol yerdan. Seham yo'qol. Nimadir o'ylab topishni kerak. Nimadir o'ylab topmasam bo'lmaydi. Bu yaramazlar meni yutib qo'yishyapti. Ma'nat qo'shqingni qo'yma. Senda işbağma. Bunda işbağ. Arada bunda kurtarda beşen. 3 blok kurtarda beşen. 8 blok kurtarda beşen. Buna büyük. 3 blok. Buna olmaz durama. Davay. İni alıcı var durama. Şimdi aniq boyib ketaman. Hozir aniq boyib ketaman. Voy oyog'im, voydod, oyog'im. Mana yoqqa. Nima aldading? 4 blokdan uzoqroqqa uzab bo'lmaydi aka. Voydod, oyog'im. Hali umringni qamoqda chiritaman. Lanada. Voydod. Lanatlar. Meni aldashdi-ya. Voy nonati. To'xta, oyog'im chiqib ketdi. Agar men oyog'imni chiqarsa, ularnikini sindiraman. Do'stlar, tore qilsam bu yerda. Villagerning bir stak to'pini hozir mana to'pni betga qo'yaman. Ichini ochaman. Bir stak tosh qo'yib qo'yaman. Endi buni tepgan toshni oyog'i sinadi. Qo'y ketib bitta deb ol. Yaxshi. Tasmur, pishtang, men seni yoraman. Meni esa davolay qo'yib qo'yaman. U davolaydi. Ha, tasmur, sor qo'ramayapman. Sor. Osh. To'g'ri. Endi esa
kim tepsam oyog'i sinib o'ladi. Voy to'pni yurib borib turib tepsam balki uchib ketar. Oyog'i sindi. Endi pishadi. Qancha bo'ldi? Shunchami? Bitta yana suv yetdi. Ana oyog'i singanga shuncha bo'lsa menda. Agar bu yerda deyarli 20 tadan oshishimiz bor. Otasingizni ham oyog'i sinishini bir ko'ray. Hay shuni, dafaki. Hey! Sen nima deyapsan? Sen oyog'iga bitta nasib keldi. Bugunga yetadi. Endi ertaga. Yine solib teptiribdi va oyoqlarning ko'plarining oyoqlari sinib qolibdi. Bironta chora ko'ring. Shundaymi? O'ylash kerak, o'ylayapman. Otasi bor, menda g'oya bor. Qarachi, bunday qilamiz. Birinchi bo'lib uni stadionga chaqiramiz. Birinchi bo'lib otingga top qo'yamiz. Keyin agar vaqtda qog'oz olsang, senga bir stak pul beraman deysiz. Keyin esa tep oyog'ini ichiga to'sib qo'yasiz. Keyin esa ichiga tepganingizdan keyin undan keyin oyoq sinadi-ku. Keyin esa agar yutqazsang, sen berasan deysiz. Keyin esa mayli deydi. Ochiq vaqtda qolmaydi-ku baribir. Uni toshdan-ku. Oyoq qirsilab sinadi. Aha, to'g'ri aytasan, lekin sening kallangdan normal narsa bugun chiqdi. Sinflarning oyog'ini sindiraman men bugun. Endi uyga dam olishga boray. Otasi yo'qoldi. Sinflarning oyog'ini nimaga sindirsam? Senin sınıfların emas. Deydi ular. To'g'rimi? Bundan bir uyda oyoqni ko'tarib, nima? Maydonga kel. Mayli, boraman. Yana kamroq qoldi. Ochiq vaqtga kirishdan sen nima? Bir stak beraman. Agar kirita olmasang, sen bir stak berasan. Shunda aql o'rgatma. Ay. Nima yuribsan? Oy. Bo'pti. Shuni qilmagansanlar bunga. Shu yo'q ekan. Qarachi, sen nima qilibsan? Bor bu yerda. Ana shunaqangi aylantiraman. Hozir men bir ustimni tozalab olay-da. Dahshat bo'ladi. Qani, aylantirishga tayyorman. Ay, oyog'im. Otasi bor, padari